zavodga qo'yish. Qaysi qonunda bor o'sha zavodga qo'yish mumkin. Aloqa banki boshlig'i bo'lsa uning ustidan yozadi. Samarqand shahri Baxtli hayot mahallasi 50 ta xonadon vakillari 2019-yilda qurilish tashkiloti bilan shartnoma tuzishgan. Unga ko'ra uylar 2021-yilda topshirilishi kerak bo'lgan, ammo oradan 5 yil o'tgan bo'lsa-da, uylar o'z egalariga berilmagan. Quruvchi tashkiloti rahbari bu ko'p qavatli uyni bankka garovga qo'yib kredit olgan. Kredit bankiga borib so'rasak bizlar, aytadi, aprelgacha bu domni bo'shatasizlar, o'zlaringga qaytadan sotaman deyapti. Shuncha aholi nima qiladi qarang, shuna qilamiz. Yana qayta sotib olamiz. Qani bor budimizni sotib shu domni olgan edik bizlar. Ko'chada hamma chiqib qarasangiz, mana 7-chi etaj, 8-chi etajda o'ydan yashayapti. Даже suvsiz, gazsiz, svitsiz yashab turibdi odamlar.